Jonga tegdi hammasi. Nima bo'ldi? Oyijon meni haliyam 12 yoshli qizcha deb o'ylayaptilar. Tinchlikmi? Eriz yana ko'chaga chiqadigan bo'lib tushlikka kelsa, achitga piyoz solmang deydilar. To'g'ri aytibdilar. Hozir men masjidga boraman. Buni yeb borsam, og'zimdan kelayotgan piyoz hididan boshqa odamlar aziyat ko'rishadi. Dadasi, men 37 ga kirdim. Nima o'tdi? Bular oddiy farosat. 28 yil oldin bilishingiz kerak edi. Gap bilan chaqvolasiz. Lekin shunda ham menga yoqasiz. Mehribonsiz. Baxtimizga ko'z tegmasin. Shu ikkimizni baxtimizga uchinchi shaxslar ta'sir o'tkazmasa deyman-da. Kim ekan u uchinchi shaxslar? Masalan, Oyijon. Men onamni qornlarida homila ekanligimda men uchun birinchi shaxs onam edilar. Men tug'ilayotgan paytimda men uchun birinchi shaxs onam edilar. Dunyoga kelib yeganim ilk luqma ona sutini berayotgan paytlarda ham birinchi shaxs onam edilar. Men uchun tunlarini bedor o'tkazayotganlarida ham birinchi shaxs onam edilar. Menga yurishni o'rgatayotgan paytda, menga gapirishni o'rgatayotgan paytlarida men uchun birinchi shaxs onam edilar. Meni bog'chaga olib borayotganlarida, maktabga olib borayotganlarida ham birinchi shaxs onam edilar. Meni o'qishimni kontraktiga ziraklarni sotib berganlarida birinchi shaxs onam edilar. Qo'shni mahallada Shahlo degan yaxshi qiz bor ekan deb sizlarni uyingizga sovchi bo'lib borganlarida ham birinchi shaxs onam edilar. Endi uchinchi shaxs bo'lib qoldilar. Uzr, dadasi. Uzrni mendan emas, chiqib oyimlardan so'raysiz. Shoshmang. Uchinchi shaxs kimligini aytaymi? Xo'sh. Instagramda siz kuzatadigan beva psixologlar.